Ben bir kini dadamda sordum da, dada, bu şu kichkina uylarda yatqıcha, dalan sarayda yatpaqsan ne buldu desem, dadam turki deb, men dalan sarayda yetib olsam, opam qarash qilmamdi deydi. Şu köpçülükке ayanda, şu müzabqı bispitni xalsucha saychi deymizda, burun qilla saytatadigan saychi bilan bizatgan saychini aram etganda, shu to'g'riliq masalaga bir yumor so'zlab beray. Bir kuni yeyilib qala, shakirib musobaqa ochqib, mahalga kelishib bilanlar inskor qilib, uyga zuhrabli kiriblar. Muma, akam shadi saycha chiqibdi desa, mumis bu gap tushunmay, voy balam, ajab yaxshibdi, chaqqan chiqib so'rab baqina, ben sening kilos nechida olib ketibdi. Mushi isamkam to'qishliq pishirgan mazgilda bir kuni bazaga 3-4 g'o'razni satmoqchilab opiribdi-da, opiribsa bir xansoyal mukammal sulab isamkamning yoniga kelibdi-da, kelib, "Hey, to'qu bormi, to'qu" deb xansoycha debga, isamkam xansoy chiqmagan ekan, faqatla tushunmabdi-da. "Hey, mendek to'qu bormi, mendek to'qu" debga, isamkam turk etib to'qidim, xudoyim. Ben 40 yil to'qachilik qilib, seningdek to'quning balig'ini ko'rib boqmabdim ekan.